Sizlarga metroni kim qo'yibdi? Ba'zan Sharof Rashidov bo'lmaganda Toshkent metrosi bo'lmasdi degan gaplar quloqqa chalinib qoladi. O'zbekiston Kommunistik partiyasi Markaziy kengashining birinchi kotibi bo'lgan Sharof Rashidov 1966-yildagi kuchli zilziladan so'ng vayronagarchiliklarni saranjomlagach, Toshkent metrosi qurilishi uchun kurasha boshlaydi. Dastlab SSR hukumati uning bu harakatiga qarshi chiqadi. Markazdagilar hali zilzilani, hali yerosti suvlarini bahona qilib, metro qurilishiga rozi bo'lishmaydi. Qo'pol qilib aytganda, ular Sharof Rashidovga sizlarga metroni kim qo'yibdi qabilida muomala qilishgan. Biroq Sharof Rashidov eng tajribali mutaxassislar ishtirokida ma'lumot yig'ib, Toshkentda metropoliten qurishga asos borligini isbotlab bergan. Yana bir qiziq tomoni, o'sha vaqtlarda hukumat vakillari metroni Toshkentda emas, Olmaotada qurishni ko'zlagan, lekin Sharof Rashidov metroni Toshkentga bura olgan. Shundan so'ng 1972-yili poytaxtda metro qurilishi boshlanib, 1977-yili yakunlangan. Toshkentda metro qurilishi to'laligicha qurib bitkazilmagan. Sovet ittifoqi O'zbekistonni mustaqil bo'lib ajrab chiqqanidan so'ng qolganini o'zlari qurib olishadi deya oxirigacha yakunlashmagan.